5-avloddagi 32 ta odam. Shajara daraxtini o'tmish tomon davom ettirib, atigi 29 avlod oldin, ya'ni eramizning 1150-yillarda 537 million nafar ajdodingiz bo'lganini ko'ramiz. Bu o'sha vaqtdagi yer aholisidagi 1,5 baravar ko'p degani. O'sha payt sayyoramizda taxminan 340 million kishi bo'lgan. Matematika yordamida 40 avlodgacha davom etamiz. Endi ajdodlarimiz soni 1 trilliondan ko'proq bo'lishini ko'ramiz. Shu bilan birga ularning hammalari bir vaqtda yashagan bo'lishlari kerakligini yodda tuting. Buning iloji bormi? Bir davrda yashayotgan trillion nafar odam umuman olganda bu somon yo'lidagi yulduzlardan ham ko'proq. Hozircha 200 milliardtasini sanay olganmiz. Qolaversa, butun insoniyat tarixi davomida yer yuzida buncha odam yashamagan. Hozirgacha taxminan 100 milliardta odam yashagan. Ammo trillionta ajdod, hali bu faqat 40 avlod ilgari vaqtni hisobladik. Bizning turimiz paydo bo'lgan vaqtdan buyon esa taxminan 7000 avlod o'tgan. Shuning uchun shajara daraxtingizning ildizida 2000-7000 darajasida odam bo'lishi kerak. Buning shunchaki iloji yo'q. Bu g'oyatda ko'p. Menimcha qayerdadir xato qildik.